Toshkent viloyati Zangiota tumanidagi 14-sonli umumta'lim maktabida keng qamrovli profilaktik uchrashuv tashkil etildi. Unda tumandagi barcha maktab direktorlari hamda ma'naviy-ma'rifiy ishlar bo'yicha mas'ullar ishtirok etdi. Tadbir Ichki ishlar vazirligi rahbariyati tomonidan olib borilib, unda yoshlar tarbiyasi va xavfsizligiga doir bir qator dolzarb masalalar muhokama qilindi. Uchrashuv davomida o'quvchilarni diniy ekstremizm va radikal oqimlar ta'siridan himoya qilish masalasi alohida ta'kidlandi. Mutasaddilar yoshlarni ongini turli buzg'unchi g'oyalardan asrash, ularni sog'lom e'tiqod va mustahkam hayotiy pozitsiya ruhida tarbiyalash zarurligi qayd etdilar. Shuningdek, yoshlarning internet va turli axborot manbalari orqali tarqalayotgan yot g'oyalarga aldanib qolmaslik bo'yicha tushuntirishlar berildi. Tadbirda voyaga yetmaganlar o'rtasida jinoyatchilik va huquqbuzarlikning oldini olish masalasiga ham e'tibor qaratildi. Yoshlarni qonunlarga hurmat ruhida tarbiyalash, salbiy muhit va ta'sirlardan himoya qilish bo'yicha zaruriy chora-tadbirlar muhokama qilindi. Mas'ullar tomonidan o'quvchilarning transport vositalarini boshqarishiga yo'l qo'ymaslik, qat'iy nazoratga olish lozimligi ta'kidlandi. Bu borada ota-onalar, maktab jamoasi va tegishli tashkilotlar hamkorligini kuchaytirish zarurligi qayd etildi. Yo'l transport hodisalarini oldini olish, shu bilan birga yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash, ayniqsa o'quvchilar ishtirokidagi yo'l transport hodisalarini oldini olish yuzasidan muhim tavsiyalar berildi. Bugun Toshkent viloyati Zangiota tumanida joylashgan 14-umumta'lim maktabidamiz. Bugun tumandagi barcha rahbarlar bilan profilaktik uchrashuv tashkil etildi. Mazkur uchrashuv Ichki ishlar rahbariyati tomonidan amalga oshirilgan bo'lib, undan ko'zlangan maqsad o'quvchi yoshlar o'rtasida jinoyatchilikni oldini olish hamda o'quvchilarni mazkur yot g'oya, ya'ni diniy ekstremistik oqimlardan asrash, shu bilan bir qatorda yo'l transport hodisalarini oldini olish hamda voyaga yetmagan fuqarolar tomonidan muntazam ravishda avtotransport vositalarini boshqarib yurish holatlariga chek qo'yish yuzasidan qo'shimcha ko'rsatma va zaruriy tavsiyalar berildi. Har bir yoshning hayoti va salomatligi eng ustuvor masala ekani yana bir bor eslatib o'tildi. Tadbir yakunida profilaktik uchrashuvlar yosh avlodni turli xavf-xatarlardan asrash, ularni sog'lom va ongli fuqaro etib tarbiyalashda muhim ahamiyat kasb etilishi ta'kidlandi.